O'zbek tilining hozirgi yozuvi qaysi alifboga asoslangan? Lotin. To'g'ri. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qachon qabul qilingan? 1992-yilda. 1900 18 noyabrda. Yo'q, yana. 18 noyabr emas. 18 noyabr qaysi yil? 91. To'g'ri. 91. 91. To'g'ri. Jarima zarbasi to'p to'g'ridan to'g'ri darvozaga urilishi nima deb ataladi futbolda? To'g'ridan to'g'ri darvozaga urish. gol. Jarima zarbasida. Penalti. To'g'ri, penalti. Men birinchi. Rossiya pul birligi nima? No? Rossiya pul birligi. Rubl, to'g'ri. O'zbek so'mi qachon muomalaga kiritilgan? 1995. 93. 1994. 94-yil, to'g'ri. Qaysi hasharot oyoqlari bilan ta'm seza oladi? Oyoqlari bilan. Ninachi. Yo'q, Kapalak. To'g'ri, kapalak. Insonning eng kichik suyagi qaysi a'zoda joylashgan? Bosh miyada. Quloq. Quloqda. To'g'ri, quloqda. Bu kitoblar nimaniki? Hozir